$450 ga nima qilib beradi bu dazmol o'zi desanglar. Mana futbolkani ko'ryapsizlar. G'ijim bo'lyapti. Mana shuni misolida test qilib ko'rsatamiz. Bitta ishlashiga baho berasiz. Mana shunaqa chiroyli tekis qilib berdi. Bu yoq taraflari ham bir xilda tekis bo'lgan bo'ladi. Brownni 9-seriyasi dizaynlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. 9 bar давление, 750 gram parpadachi. Puliga stoyitmi, ne stoyitmi o'zingiz baho berasiz. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizga mahsulot yoqdimi? Mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.